Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Ana Urganch Gurlan yo'li. Ana shu yo'ldan mana Parsiz Bo'ston yo'li deymiz. Parsiz Bo'ston yo'lidan yana kirib ketadigan yer. Mana Urganch Gurlan yo'li ana shu yerdan kirsak, ko'pirdan keyin shu yerda taksilar turadi. Shundan Parsiz Bo'stonga ketiladigan yerda ana shu yo'lda. Shu yerdan boraverishdan shu parniklardan keyin birinchi burilmada burilgan joyda 1300 metr kvadrat uy-joy sotiladi. Turar joy sotiladi. Hozir shuni borib ko'rsataman. Do'stlar, mana Parsiz yo'lidan kelib unga burilamiz. Unga burilib ozgina kirsak, markazlagan yerimizga boramiz hozir. Do'stlar, mana hozir shu yerdan to'g'ri ko'rsatib beraman. Shu yo'l keladida, ana bog'ning molxonaning cheti, uglovoy orqasida pojarniy qo'y. Mana aldi keng maydonliq bo'ladi. Mana ana shu joy, ana shu uyimiz sotiladi. Mana ko'rsatib o'taveraman mashinada. Ana bu uyimiz. Do'stlar, ana shu uyimiz sotiladi. Oldi tomoni 22 metr. Uyning solinib turgan yeri bu yeri 15 metr. 22 ga 15 qilib uy solingan. Bu yog'inda yana bizlarning 65 metrimizdan 15 tasak 50 metrimiz bor. Mumkin bo'ladi. Ana shu chiyalarning orqasi bog' maydoni, mana yo'lning kelishi. Yo'lni bu yoqqa to'g'ri o'laverishingiz ham mumkin. Bog'ning kelishi. Bog' devorni agar yiqib turib shu yerda 2 etajli uy qursangiz ham quruvchilarga qulay joy bo'lib chiqadi bu. Yoki 3-4 farzandi bor odam olsa-da buni bu yog'ina farzandlarına keyingi vaqtlarda joy solib beraveradi. Endi hammaga ma'lum, bundan keyin uchastka yerlari berilmaydi uy joy solish uchun. Shuning uchun bu o'ta qulay moment deb tushunamiz buni. Agar xohishlaringiz bo'lsa, ana shu nomerga telefon qilinglar. 700 milyon deymiz. 700 milyondan 1-2 so'm kelishamiz. Bu yerda zarar ko'rmaysizlar, yana agar olib qolsanglar. 700 milyon. Ichlari yana 22 ga 15, hamma yeri solinib turibdi. 2 tomi pol potolok, qolganlari hammasi eshik aynali bo'lib, bu holatda. Nomerlarimizga telefon qilinglar. Oldi tomondan ko'rsataman. Gaz, svet, boshqa narsalarga da hech qanday muammosi yo'q. Mana oldindan o'tib turibdi. Tashqi ko'rinishi, do'stlar. Bog'ining ichi mevalar yetishib, meva berib turibdi. Ana shu ko'rsatilgan telefon nomerlariga telefon qilsanglar